Umurtqa pog'onasida uchraydigan yana bugungi kunda juda ham ko'p ahamiyat berayotgan kasalliklarimizdan bittasi bu umurtqa kanalining torayishi, ya'ni stenozlar. Murojaat qilib kelayotgan bemorlarimizni asosiy qismida bel sohasida og'riq bo'ldi. Hammaning xayoli fikri bu grijja diskida bo'ladi. Grijja diskadan tashqari ham ya'ni muammolarimiz bor. Bular o'sha miofascial sindrom, hali bu to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz va asosiy bugungi kunda yosh katta insonlarda, ayniqsa 45-50 dan yosh katta bo'lgan bemorlarimizda har 100 ta bemordan 70 tasida, ya'ni 70% uchun bemorlarda uchrab turadigan muammolardan bittasi bu stenoz. Albatta stenoz bo'lgan bemorlarimiz asosiy qiladigan shikoyatlari bor. Ya'ni uzoq yura olmaslik, uzoq yurgandan keyin paydo bo'ladigan og'riqlar. Va albatta asosiy yana bitta ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan shikoyatlardan bittasi bemor yurgan holatda, bemor yurib ketayotgan holatda imkon darajada harakat qiladi oldinga engashib yurishga. Agarda bemor o'zini gavdasini to'g'rilayman desa, bel sohasida og'riq paydo bo'ladi. Bu stenozning eng asosiy belgilaridan bittasi hisoblanadi. Stenoz ikki xil bo'ladi: tug'ma bo'ladi va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma bu tug'ilgandan, ya'ni umurtqa kanali tug'ilgandan tor, shu umrining oxirigacha xuddi shu torlikda o'tadi. Agarda u bemorda hech qanaqa nevrologik muammolar bo'lmasa. Orttirilgan stenoz nimani hisobidan paydo bo'ladi? Orttirilgan stenozni keltirib chiqaruvchi sabablari juda ko'p va yana qaysi kasalliklar hisobidan bo'lishi mumkin. Bemorlarimizda o'zini yashash tarzi, bu yashash tarzi bilan ham juda bog'liq tomoni bor. Ya'ni ortiqcha vazn olishimiz, kam harakatli bo'lishimiz, ya'ni bitta joyda uzoqroq o'tirib ishlaymiz yoki bo'lmasa uzoqroq tikka turib ishlaymiz yoki bo'lmasa ishimiz ko'proq tashqi muhit bilan bog'liq, ya'ni zax bilan bog'liqroq. O'shanaqa mahallarda bemorlarimizda ikkilamchi stenoz kelib chiqadi. Nimani hisobidan? Umurtqa pog'onasida orqa miyani himoya qiluvchi sariq boylamlar bor va umurtqa tanasini stabilizatsiya qilib turuvchi pay hisoblanadi. Ya'ni mushakni korset, bel sohasidagi mushak pay sistemamiz har doim muzday turadi. Muzday turgani hisobidan modda almashuvi bilan qon aylanishi buziladi. Buzilishining hisobidan albatta bizda ichkarida o'sha orqa miyani himoya qilib turuvchi, tanalarni bir-biri bilan stabilizatsiya qilib turuvchi sariq boylam yil o'tgan sari, oziqlanishi susaygan sari u gipertrofiyalanadi. Ya'ni hajmi kattalashadi. Hajmi kattalashsa u suyak tomonga qarab o'sa olmaydi. Buning imkoniyati yo'q. U faqatgina bo'shliqqa qarab, ya'ni orqa miya tomonga qarab o'sadi va orqa miyani siqishni boshlaydi. Buni hisobidan nima bo'lishi mumkin? Bemorlarimizda uzoq yurish, ya'ni bemalol og'riqsiz uzoq yurish kamayib boradi yil sari. Bu muammo bemorni yotqizib qo'ymaydi. Ya'ni juda ham kuchli og'riq berib bemor birdaniga yotib qolmaydi. Bemorlar yurishi mumkin, faqatgina ozgina og'riqlar bilan va yurgan mahalda oyoqlarda og'irlik hissi bo'ladi. Sal yurish 50 metr, 100 metr, 500 metr yurgan, ko'proq yurgan sari bel sohasida charchash, oyoqlarda charchash paydo bo'ladi. Va bemor o'tirib olgisi kelaveradi. Uzoq yura olmaydi. Oyoqlari yurmaydigan prikaz bergandek bo'lib turadi. O'shanaqa holatda bemor birinchi bunga ahamiyat bermaydi. Sababi u 500 metr, 1 kilometr bemalol yura olyapti. Va yillar o'tadi. 5 yil, 10 yil, bemor 60, 65, 70 yoshlarga borganda bu juda ko'p. Bemorlarimizda o'sha yoshlarda bezovta qiladi. Yurish tempi, ya'ni yurish uzoqligi kamaygan sari bu narsaga ahamiyat berishni boshlaydi. Va albatta stenozning ham darajalari bor. Markaziy bo'lishi mumkin, bokovoy deymiz, yon tomonlama bo'lishi mumkin. Qaysi sohada bo'lishiga qarab turib va qanaqa darajada bo'lishiga qarab turib bemorda klinikasi shunga qarab bezovta qiladi. Ya'ni boringki ham markaziy, ham yon tomonlama stenoz bo'ldi deylik, bemorda kanal normal holatga nisbatan 3 barobar toraydi. Bu bemorlarimiz uzoq yura olmaydi. 50 metr, 100 metr maksimum. Ana undan keyin sekin-sekin oyoqda charchash boshlanadi, belda charchash boshlanadi va yana yurishga o'zini majburlaydigan bo'lsa, ana sekin-sekin bilan og'riq paydo bo'ladi. Va ana undan keyin birinchi o'zi davolanib ko'radi. Effekt bermaganidan keyin terapevtlarga, nevropatologlarga borib davolanadi. O'zicha fizioprotseduralar olishi mumkin, o'zicha og'riq qoldiruvchi dori-darmonlar olishi mumkin. No, bitta narsani ahamiyat berishimiz kerak, stenozda hech qanaqangi dori-darmon yordam bermaydi. Berish mumkin, faqatgina vaqtinchalik og'riq fonini pasaytirib turishi mumkin. Qaysidir yallig'lanishni kamaytirganimiz hisobidan. No, lekin stenoz turibdi, u yo'qolmaydi.
u kuchayishi mumkin yillar davomida, lekin yo'qolmaydi. Ana undan keyin yil o'tgan sari bu kasallik yana qayta vujudga ko'rgandan keyingina уже neyroxirurg bo'lishi mumkin, vertebrolog bo'lishi mumkin, ya'ni operatsiya qiladigan insonlar shifokorlarga murojaat qilishni boshlaydi. Bemorlarda nima qilinadi? Bemorlarda shuncha konservativ davo muolajasi o'tkazildi, ya'ni 5 yil, 10 yil davomida davolandi, hech qanaqa effekt bermadi. Bu bemorlarimiz o'zi to'g'ridan-to'g'ri agarda kanal 50% dan ortiq siqilgan bo'lsa, ya'ni toraygan bo'lsa, bu operativ muolaja taklif qilinadi. Imkoniyati yo'q boshqa. Sababi siz 5 yil davomida bir ariqni tozalamadingiz. 5 yil davomida suv oqib turadi. Yil o'tgan sari ariq borgan sari kichrayadi. Nimaga? Shu oqayotgan suvdagi o'sha moddalarni o'sha ariqqa cho'kishini hisobidan borgan sari ariq kichrayib boradi. Umurtqa kanali ham xuddi shunga o'xshagan. Yillar davomida moddalanishi yaxshi emas, qon aylanishi yaxshi emas. Shuni hisobidan, paylani o'sgani hisobidan kanal borgan sari torayib boradi va tepadan kelayotgan impuls oyoqlargacha yetib bora olmaydi. Yurishni xohlaysiz, ammo yurish imkoniyati cheklanadi. Kuchli og'riq bo'lmasa-da, ana o'shaning hisobidan bemorlar murojaat qilishni boshlaydi. Nima qilish kerak? Ariqni tozalash kerak. Ya'ni uni tozalasangiz, undan suv ravon, yaxshi oqadi. Ya'ni umurtqa kanalini kengaytirish kerak. Bu bizda dekompressiya deb nomlanadi. Ya'ni kompressiya, ezib turgan narsani jismdan olib tashlash. U pay bo'lsin, u xoling suyak bo'lsin. O'sha soha kengaytiriladi, orqa miya bo'shatiladi, bemor yurishi bir kunda уже joyiga keladi. Biz hozir stenozlar to'g'risida qisqachgina ma'lumot berib o'tdik. Stenoz bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Albatta bemorni o'sha yoshligidan, muammo boshlanmasidan, muammo yo'q paytidan bemorda imkon darajada harakat qilishimiz kerak. Kam harakatlikni yo'qotishimiz kerak. Kam harakat bo'lishimiz kerak emas. Ortiqcha vaznga ega bo'lishimiz kerak emas. Uzoq vaqt davomida ortiqcha yuklama berish, ya'ni ortiqcha nagruzka berish, bir xil og'ir ishni uzoq yillar davomida qilmaslik. Xohlaymizmi, yo'qmi? Bu uchala bosqichda ham, uchala sababda ham keyinchalik stenoz kelib chiqadi. Imkon darajada harakat qilishimiz kerak. Suv muolajasi bilan kamroq ishlashga. Ya'ni biz suv bilan ishlagan mahalimizda xohlaymizmi, xohlamaymizmi, badanimiz nam bo'lib turgan mahalda tashqi ta'sirdan keladigan hattoki issiq havo ham organizmga muzdek bo'lib o'tadi. Va xohlaymizmi, xohlamaymiz bu sekin-sekinlik bilan moddalanishi jarayonni buzadi, qon aylanishini buzadi va sekin-sekinlik bilan bu kasallik yillar davomida rivojlanib keladi. Stenoz bugun biron bir og'ir ish qildingiz, ertaga paydo bo'lmaydi. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Stenoz yillar davomida yig'ilib keladigan muammo hisoblanadi. Va albatta u yillar davomida paydo bo'lib kelgan taqdirda ham bemor umumiy bizda qilmasligi ham mumkin. Bemor qachonki yoshimiz katta bo'ladi, vaznimiz ortadi va bizda o'zimiz bilmagan holatda yurishlarimiz sekin-sekinlik bilan kamayib boradi. Bizda xalqimizda mentalitetimiz ozgina boshqacharoq. Qachonki yurish, harakat qilish, biron bir ish faoliyatini bajarish qiyin bo'lib qolmaguncha shifokorga murojaat qilish juda ham qiyin. O'sha vaziyatdagina biz murojaat qilamiz va bemorga tushuntiriladi, davo muolajasi qilinadi yoki bo'lmasa operativ muolajaga kelib qolgan paytda biz уже ikkilanamiz yoki qo'rqamiz. Qo'rquv hissi bu tabiiy holat. Chunki orqa miyada atrofida qilinadigan operatsiyalar hammasi o'ziga yarasha bemorlarda qanaqadir yomon odzivlari bo'lishi mumkin. Chunki shu paytgacha hozirgi zamonaviy operatsiyalar o'tkazilmagan. Oxirgi mana 5 yillarda bu narsa O'zbekistonda, Toshkentda, hozirgi kunda даже hattoki viloyatlarda ham bu operatsiyalar amalga oshiriladi. Oshirib kelmoqda va muammolar oxirigacha bartaraf qilinmoqda. Bizda bu YouTube kanalimiz, men o'ylaymanki, bemorlarimiz uchun, qaysidir kollegalarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Agarda qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Albatta biz bu savolga javob beramiz.